Eng arzon vodiy kanalida arzon narxda ko'pchilik sevadigan, doim qo'ysa tezda sotilib ketadigan mashinalardan Nissan Venucci avtomobili, gibrid avtomobil, 1.5 turbina bo'ladi. Xo'p, bu o'zini o'zi zaryad qiladi. Tokka suqib zaryad qiladigan gibrid emas. 2021 89 ming yurgan ekan. Kraskalar top-toza, balonlar holati yaxshi turibdi. 360 kameralar bor, slipoy zonalar bor. Juda ham ko'p navorotlar bor. Faqat tayinlovchi ruxsatnomasini yangilab olasizlar. Pioneer akustika sistemalarida abduh abagretlar, masajlargacha bor. Masajlarni ishlatdim, cho'tki ishlayapti. Приятный hitlar kelib turibdi. 89 ming yurgan katta monitor, head-up displeylargacha bor mashina. Xo'p, katta monitor, bar, besprovодный zaryadchi, panorama, lyuklar, atamankalargacha bor. Oldi sidenlarda oyoq uzatib ketsiz bo'laveradi. Orqa bagajniklari ham elektrический ochiladi, elektrический yopiladi. Benzinda yuk mashina, gaz paz o'rnamagan. Kraskalar toza ekan, motor hadoviy garovkalar ish yo'q ekan, hamma yo'lni tekshirib olaverasizlar. Bitta oldi lavoyda treshini o'pib qopti. Shuning uchun kelishgan narximizdan yana $200 pastga tushirib turdik. Ulgurib qolinglar. $17.300 ga ashuncha navorotli mashina berib yuboryapti.